bir tiyinga qimmat narsa ekan. YouTube ham, navigatori ham kerak emas. Olib tashlayman CarPlay degan akalarimiz, vahima qilmaymiz. To'g'ri, sizlar sotib olib, prosta gulab qo'ysalar, kechqurun shunaqa muammo qiladi. Ya'ni yarkisi juda ham baland, ko'zga xalaqit qiladi, zirenaga ham zarar yetkazishi mumkin. Даже mana farani ham yoqib ko'rsataman, lekin yarkisi o'zgargan yo'q. Buni to'g'rilashda masalaga oson yo'lini tekinga o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib nastroykasiga kirasizlar. Bo'lishi degan joyiga o'tib turib, aboyni o'zgartirish kerak bo'ladi. Mana aboy degan joyi bor. Maksimalniy temniy aboy tanlash kerak. Xo'p, mana eng qorasi shu ekan. Uстановить qildim. Ikkinchisi bo'lsa, temniy temani yoqish kerak. Poiskga tema deb ruschada yozsalar, shunaqa nastroyka kelib chiqadi. Mana birinchisi turibdi расписание. Temniy temani yoqdim. Mana полностью qora bo'ldi. Oxirgisi bo'lsa, Play Marketdan kontroller yarkisi degan programmani uстановка qilish kerak. Mana men oldindan o'rnatib qo'yganman. Farqiga e'tibor qilib turinglar, hozir funksiyasini yoqaman. Opa, xiralashda mana o'chirib ko'rsatyapman. Yana yoqdim. Buni eng zo'r joyi grafik degan funksiyasi bor. Ya'ni o'zlaring qo'ygan vaqt bo'yicha kechqurun xiralashib, kunduz avtomatik yorug' bo'ladi. Men mana 5 dan ertalab soat 6 gacha qo'yib qo'yganman. Grafikka o'tkazib qo'ydim. Mana ancha komfortli bo'ldi. Qaytib chiqib ketsalaring, hozir mana YouTube ham qora temaga o'tadi. Qalay, zo'r bo'ldimi? Video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Like bosib, shunaqa CarPlay ishlatadigan tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.